Sardor aka boshlandi. Ha yo'q, raddomga ketdingmi? Voy yo'q, taksi ko'zim boshlandi. Ha, nima qilging kelyapti? O'zimga yoqmaydigan lekin sizga yoqadigan ishlarni qilgim kelyapti. Rostdan. Sizdan rosa so'kish eshitgim kelyapti. Bitta yaxshilab so'kib bering. Iya, jinnimisan? Nima qilay, bola talab qilyapti-yu. Xo'p, to'g'miya. Erkakmisiz? Normalniroq so'ksangiz-chi, uydagilardan, qarindoshlardan keling bunda. Ha, namcha vaqtli keldingiz? Voqli emas, 12 bo'ldi-yu. Ha, hali obed ekan-u. Ertalabgacha bunda o'rtoqlaringiz bilan mazza qilib yurmaysizmi? Mana uxlamay kutib o'tirmaymanmi? Voy, muncha mazza taksi ko'z ekan. Parkka nimaga keldik? Bu yerda chiroyli qizlar bo'ladi-da. Ha, to'g'ri. Nima bo'libdi? Yana taksi ko'z. Qizlarga gap ochishingizni xohlayapman. Xo'p. Yaxshi qiz, tanisak bo'ladimi? Shu ham gap ochishmi? Bir normalni gapiring, jonim, ponim qilmaysizmi? Sen menga yoqyapsan. Men senga yaxshi ko'rgan narsangni olib beraman. Ketdik. Ha, mana shuncha narsa olib berdim. Xursandmisan? Ay, adasi boshlandi. Ha, taksi ko'zimi nima qilamiz yana? Yo'q, dard. Yo'q. Kelin, ovqatga go'sht so'yapsizmi? Ha, oyijon. Voy, namuncha ko'p. Mana buni solsangiz yetadi. Hidi chiqsa bo'ldi. Voy, nima qilyapsan? Ha, oyi, futbolkam eskirib ketgan ekan, musorga tashladim. Ha, obke, buni menga yap-yangi futbolka hech bo'lmasa pollatda qilamiz. Hozir futbol boshlanadi. Men serial ko'raman. Men futbol ko'raman. Men serial ko'raman. O'chib qoldimi? Hech narsa ko'rmaysanlar. Baloni ko'rlaring. Sho'chik shirillabdi, pul yozib yotibdi. Oyi, bo'la qoling. Voy, mashinani nima qilasan, ovora qilib, avtobusda keta qolamiz. Balonlari yedirilib ketadi. Oyjon, uydagilarni ko'rib kelsam maylimi? Ha, mayli. Avtobusda borib kelarsiz. Xo'p, bo'ladi. Voy, oyjon, bugun oyimlarning tug'ilgan kunlari edi. Biza borib kelsak bo'ladimi? Bu ahvolingizda avtobusda ham yuramiz. Mayli, erizga ayting, olib borib keladi. Rahmat, oyjon. Oyjon, bugun opamlar o'g'lini sunnat to'yi qilyotgandilar. Qizlarim bilan birga borib kelaylik. Voy, juda jonimga tegib ketdi-da. Aksiga olib, eringiz ham uyda yo'q. Mayli, qo'shnidan so'rab ko'raychi, balkim olib borib kelar. Alo. Alo, qayerdasiz, dadasi? Ko'chadaman, ish bilan yuribman. Yuravering ko'chada. Uyingizdan e'lon chiqqan-ku. Uyda xotinim bor ham demaysiz. Uyda xotinim bor. Uyda xotinim bor. Mana, men uyda xotinim bor. Men uyda erim bor. Tavba. Dadasi, bozorga kelib hech narsa olmay ketish bilan mazza ekan. Nimaga? Nimaga bo'lardi? Siz ham erga o'xshab, xotin, men bu kiyimni, men buni kiyib ko'r deb tanlab kiyim olib bersangiz bo'lmaydimi? Xo'p. Xotin, men buni kiyib ko'rgin, senga rosa yarashadi. Men buni rangi ham zo'r ekan. Xo'sangiz zo'rini tanlab beraman, keyin. Dadasi, nima qilyapsiz? Jinni bo'lib qoldingizmi? Erkak kishi xotinlarni latta-bittasiga aralashmaydi. Sharmanda qilmang. Yuring. Tavba. Bo'ldi, shoshmang, dadasi. Ha? Bir narsadan qurib qolganda shipillab ketishingizni qarang. Yoki men bilan yurgani uyalyapsizmi? Yoki birorta ko'rib qolishdan qo'rqyapsizmi? Xo'p. Toshboqa ham sizdan tezroq yursa kerak. Oldimga tushib shipillab yuring, dadasi. Xotin, bozor qilishdan oldin ovqatlanib olaylik, qornim chiqib ketdi. Hozirgina keldik-ku, dadasi. Nima qilasiz, ortiqcha rasxod qilib? Uyda bir qozon non palov turibdi. Borib o'shaniymiz, dadasi. Yuring. Charchab ketdim. Qornim ham ochiqadi, ketdingmi uyga? Ertalabdan beri aylanaverib, ochimdan o'lay dedim. Bitta pirojka ham olib bermadingiz. Mayli endi, non palov yeymiz.